Bloger ekan bu yoq. Yo'qmi? Video qilamizda. Xo'p, ismingiz Oybek a? Qayerdan keldingiz? Nima muammo bilan? Qirg'iziston javobi Tolboysdan. Bitta videonizga qaratib qo'ying. Xo'p. Qirg'iziston javobi Tolboysdan keldim. O'g'rim Bolezin Bekterova deb qo'yilgan. Bu yoqdan shifo topishni izlab keldim. Havodan bardik o'z negizi. Necha yil bo'ldi Bekterova qo'yganiga? 6 yil bo'lib qoldi o'zim. Boshida tavbay yurdi. Anan sekin doktor var izlayverdi. Har narsa diagnoz qo'yildi. Oxiri tavdi, biroq hozir bu yoqdan shifo izlab keldim. Havodan bardik yani. Sebep bo'lib deb. Alloh shifosini bersin. Endi Bekterovani o'zingiz bilasiz nimaligini, qanaqa kasalligini, buni 100% davolab olmaymiz. Lekin effekt bo'ladi, xudo xolasa. Ancha og'riqlar yengillashadi. Qiyma harakat yaxshi bo'lsa bo'ladi. Harakatlaringiz yengillashadi, yotib turishda bemalol harakat. Uchoninglar izlayapti, masalan, shu Bekterovani davolashga sabablarini izlashyapti. Endi hali to'la bu narsa degani yo'q hech kim. Professorga bordim, Bishkekdagi professorga. Biroq professor o'zi aytdi, o'sha o'g'rining otasida Bekterova o'xshagan. Borib Amerikaga borib operatsiyasi o'sha o'g'ridan bo'lib va so'g o'stirgan doktor. O'ta kuchli doktor. Otini unutmatam. O'sha borsam javobga bugun bu o'g'rining nimasi yo'q. Shifosi yo'q hali. Hali topishgan yo'q. Tavishgan joyi ham tavish bor dedi. Biroq boshында bilganda tezroq saqayib ketmaydi dedi. O'zingizlar turamiz doktorga bordik o'zi. Endi doktorlarni ayblamaymiz, lekin shu diagnozni 100% qo'yisha olmayapti. 100% qo'yisha olmay shu darajaga kelib. Masalan, bir joy og'risa, og'rigan joyda o'zini istayapti. Tizzani og'rib bo'lsangiz, tizzani o'zini davolayapti. Bu qaydan kelib chiqyapti? Nimadan degani yo'q. Endi hammani yomonlab bo'lmaydi, lekin bor ichida tekshirib ko'rish shunaqasi ham. O'shaning uchun avvalo birinchi o'rin sababini topish kerak. Söz egasini topib qo'yasiz. Sababini topsiz, gap egasini topadi. Sababini topish kerak avvalo. Sababini topib, o'sha sababiga